o'zing haqingda gapiradigan eshikni mahkam bir qulf bilan mahkamlab qulflab qo'ygan debdilar Xoris al-Muhasibiy hazratlari. Kishi o'zi haqida, o'z yutuqlari haqida, o'zini xususiyatlari haqida, ochiqroq aytganda fazilat deb bilgan ba'zi xislatlari haqida gapirishi avliyoulloh nazdida xush qabul qilinmas ekan. Shu sababdan Xoris al-Muhasibiy hazratlari u eshikni, ya'ni o'zing haqingda gapiradigan eshikni, ya'ni og'izni mahkam qulf bilan qulflab qo'ygan deb o'git beryaptilar. Zotan mashoyixlarga ko'ra qalbdagi sirlar tilga ko'chgan payt havo bo'lib, behudaga sarf bo'lib, o'z qiymatini yo'qotar ekan. Sukut ahli, ya'ni o'zidan ko'p bahs qilmaydigan kishilar, o'zi haqida gapiravermaydigan kishilar sirli insonlar bo'lishadi va bu ularga haybat, viqor bag'ishlab turadi. Shuningdek, sukutning, kam gapirishning va baxsus o'zini madh qilmaslik, o'zidan gapirmaslikning natijasida g'urur bilan kibr mahv bo'lib, yo'q bo'lib ketar ekan va ruh ofatdan arinar ekan. Sukut zahmatsiz ibodatdir, viqor va haybatdir. Qusurlarni to'sadigan qal'adir. U olim kishiga ziynat, omiga pardadir debdilar.